Akalar 12 ming yurgan Gentra'larni noyobidan topib qo'ydim sizlar uchun. 2022-yilda ishlab chiqarilgan kraskalari absolyutni top toza. Akamiz minishga tayyor qilib propanlarni qo'yib qo'yishibdi. Test monitorlar bor do'stlar. Rullariga даже koja qoplatib qo'yishibdi. Olasiz, minasiz, salon holati do'stlar, как zavodskoy, stok holati, ya'ni torpeda avshibkalarda qirilgan, silgan joylari yo'q. 4 ta yumshoq balonlar taqilgan. Yo'q, mashinamizda zapaskasi hali tushmagan do'stlar. Aytib o'tganimdek, propan do'stlar, injektor propani bor. Pol holatlari zo'r holatda. 12 ming yurgan hozirgi paytda juda ham topish qiyin bo'layotgan mashinalardan biri do'stlar, ya'ni Gentra. Bugungi sotuvimizda mana, ya'ni motor atseklari zo'r holatda. Konditsioner 1.5 motor, yaxshi akkumulyator, injektor propan. Olasiz, minasiz, ABS обязательно bo'ladi. Ya'ni eng fullidan do'stlar. Aka, mashinamizning motor, ходовой korobkalarda bilaman, ishi bo'lmaydi. Hali yangi mashina bu aka. Keyin chiqadimi yaxshi odamlar bo'lsa? Chiqadi aka. Keyin bo'y dokument bo'laveradi. Qancha so'rayapsiz aka mana? 14 ming tushib beramiz. Noyoblardan aka. Bo'ldi aka, nomeringiz. 91lik Aha. 401 0201. Akalar, hozirroq mana shu videoni do'stlar Gentra qidirib yurgan akalarga jo'natib, kanalga obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar. Qaytgancha like bosish ham esdan chiqmasin.